Hayotni misoli dengizga o'xshataman. Eng yaxshi paytlaringizda qayig'ingiz yoki kemangiz bor. Ayni sizda sinovlar paytingizda esa g'arq bo'layotgan inson bo'lasizda, atrofingizda hamma kemalar, qayg'uborlar indamay o'tib ketayotganga o'xshaydi. Sizga bu vaqtda eng kerakli narsa faqat ilm bo'ladi va ilm arqoniga ilingan holatda shunday o'zingizni chiqarib olasiz. Meni ham holatimda bunday bo'lgan va men sizga aynan eng aniq va tiniq, ya'ni o'zingizni sanalaringiz orqasidan kodlaringizni bilish ilmini o'rgataman va siz tezda o'z kemangizni, qayig'ingizni emas, o'z kemangizni kapitaniga aylanishni istasangiz, bu eng zo'r variant deb hisoblayman. Shuning uchun podpiska tugmasini bosing va bundan buyog'iga ham kuzatib boring.